Azizlar, bu videolikka diqqat bilan kuzatinglar. Men bu syomkani olib kelganimda bu joy narxini 22 ming qo'yadilar, lekin telefon urib uka 20 ming dollarga qo'yib beraver. Undan ham kelishtirib beramiz dedilar. Agarda videolikda 22 ming dollar deb aytgan yerim bo'lsa, elashtirmay aytmaysizlar. Shuning uchun kadrni to'xtatib turib sizlarga ogohlantirib turibman. 20 ming dollardan kelishtirib beriladi. Bugun sizlarga xudo xolasa neobishniy holatda videorolik qo'yamiz, lekin baribir mulk sotiladi bo'ladi. Sizlardan kommentariya, like, bizlarga obuna bo'lish bo'ladi. Assalomu alaykum, bormisizlar musofirdagilar, u yandagilar. Bu videorolikimni men ham YouTube ham Instagramga joylayman. Bugun xudo xolasa neda mulk sotiladi? Ortimizda turibdina, xudo xolasa umumiy maydoni 2 sotik desak ham bo'laveradi. O'tib beramiz bemalol. Umumiy maydoni 2 sotik desak ham bo'laveradi azizlar. Lekin buni sizlar hozir o'rtadan bir paxsa bo'lingan, o'rtani xolasangizlar biri rekonstruksiya etib, usti plita o'zi silikatdan solingan, qayta ishlashatib turib ham beri tex uni qilishlaringiz mumkin, yo bo'lmasa mo'yka qilishlaringiz mumkin. Shunchaki vaziyatdan ham bo'lib turibdi. Bo'lmasa yiqib turib boshqa joyga qursangiz ham bo'laveradi, lekin noturar emas, turar. Bizlar manzilimizni aytaman. Keling. Shu zekash biz yosh vaqtimizda bellarga suv tushganmiz, bellarda baliq tutganmiz, gap qisqasi yoshlik xotiralarimiz bor. Hozir endi sariylar shu o'sa qamishlarni o'radoyi gap turibdi, zalal yo'q. Hozir men buni aytmam bilan ham baribir sizlar syomkada ko'rib o'tasizlar-ku. Bu manzil, bu yo'l Haliman xonim supermarketi, ya'ni Max Decor savdo kompleksining zdaniyasini bu arqa tarafdan ko'rinishi. Biz xuddi shu yo'ldan, ya'ni zapravkan hali hozir yo'lini syomkasini qo'yaman, shundan qomcha tushuntiribman. Zapravkadan Durujba o'taverish bu tarafi, beda hozir xuddi yo'l ham mol bozor tarafi, ham sentr tarafi bo'linib ketadi ikki yo'l. Shuda yana zekashi yonimdan Durujbadan kelishingizda Jalilbek to'yxona yonidagi ko'pirdan o'tgandan o'ngga tushsangizda shu zdaniya shuda turgan bo'ladi. Agarda bu yerdan kelsangizda zekashda o'tmay chapga kirasizlar. Yo'lini ko'rib olasizlar. Undan keyin biz videoni davom qildiramiz. Endi ko'rib ham bo'lsangizlar, bu videoni tamom cho'zib o'tirman, sababi buni hozir biz ichini ham girib o'tirish niyatimiz yo'q. O'zlar ham shu niyat qo'shildi, sababi ichini ochib o'tirman. Faqat ichi bu uzinaga o'rtada bir stena bor dedilar. Xolasangizlar yekib solinglar. Bu territoriya ham shu yerga qarashi desak bo'ladi. Ena betoni durishi o'zi 100% silikat. Usti plita, ya'ni ustam 8 bilan izolyatsiya etib, ya'ni yağmur o'tmaydigan etib qilingan buni. Keling ko'rsataman. Yana plita o'zing qaranglar, shu bir qatorda necha plita bor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 plita. Bu tarafda 10 plita Honda, ya'ni 20 dona plita. Narxi necha so'm bo'ladi? Uni ham yozib ketinglar. Yana betoni turibdi. Prosta bellar uborka etish kerak. Qaranglar, betoni turibdi. Bu tarafi, bu ham shuncha mesta bor. Bedan Aryan tarafı sel ko'sroq ketgani uchun Aryanni yeng, ya'ni Aryan tarafı kerak bo'lsa 10 metr odam boradi, zekashing haddina odam. Berinda yana bedan где-то 2 metr, 3 metr o'tadigan mestasi bor. Bu arqa tarafı endi Aryandan ko'rsatamiz hozir yo'l tarafdan, lekin ichonma girib o'tirish namiz yo'q. Qiziqsangizlar kelib ko'rasizlar. Narxini aytmadikmi? Narxi 22 ming dollar ekan. 22 mingdan kelishtirib beramiz dedilar. Ena shu o'rtada bir paxsa bor. O'rtada bir paxsa bor. Eng kamida qaranglar, teqataman desangizlar ham, eng kamida har bir boksning cheti, ya'ni ichini eni 5 metrdan tushadi. Bu ham 5, bu ham 5 dan tushib boradi azizlar. Uchun desa, o'zini umumiy razmeri 11 metrdan ziyod. Mana. Silikatdan qurilgan mustahkam bo'ladi, bilasizlar. Uzinasi kerak bo'lsa, uzinasi ham где-то 13-14 metr bor dedilar bizlarga. Şuradan keladi olsang uzinasi 13-14 metr chiqadi uka dedilar. Yana
Üstərindən aqransiyanət ko'tdilar silikatdan. Ya aytib o'tganim ustunda 20 dona plitasi bor. Xarid etishingiz mumkin. Bir natural emas, eng muhim ma'lumot aytib o'tyapman. Natural emas, turar ekan, dokumentlari как положено taq. Sizlar beri xarid etasizlar, xohlasangiz yig'ib soling, xohlasangiz o'zini to'g'ri rekonstruksiya etish imkoniyati bor. Betonini ko'rib turibsizlar. Uni yangi biznes qilaman desangiz ham bo'lar edi sizlar. Bizlar videorolikimiz qo'ldan kelgancha shu ma'lumotlardan iborat. Sizlar telefon qilasizlar, gaplashinglar, xarid etinglar, yo'l ustida ko'rib turibsizlar, 200 metr turadi. Katta yo'l ustida xarid etib, nodir bir ishga etib, shu yerdan baraka topishlik nasib etsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Kommentda izohlaringizni qoldirib qo'yasizlar.